Toshkentda yaxshi joydan Abjabor ko'prigi shundoqqina 87-maktabda o'tib Ovonqo'lda bog'cha borib hamma bilgan shuni yonidan kirib kelaylikda. Taxminan yo'l yuziga 150 metr ichkarilikda joylashgan. Mana shu joyda 16 ga 25, 4 ta 5 ta xonasi bilan 2 ta xonasiga bemalol kirib yashashga sharoitlarni qilib qo'ygan joyimizni срочно arzon narxda qilib beraman dedilar. Uy ichi holatlarini bir chekkadan hozir tanishtirib o'tamiz. Chunki 2 ta xonasi tayyor ichida sanuzlar bilan parda gilamlargacha bor. Qo'yganmiz. Tayyor ko'chib keladigan qilib qo'yganmiz. Nima deysiz, shef, narxini? 45 ga ozgina o'tib beramiz. 45 demaymiz, aka. Xo'p desangiz, biz obunachilar kelishadi, 41300 ga ozmas o'tib beramiz. 42 ming. Aka, xo'p deylik. Ish yuradi. 42 ming zo'r. Yo'q, har doim zo'r bo'lgan. Pulli doim yetishmovchilar kamga o'xshab ko'rinaveradi. Ish yurg'izaylik desangiz, rozi bo'ling, ish yurg'izamiz, aka. Bo'ldi, siz obunachilarimiz kelsa beradi. Okalar, ko'chalari keng, sharoitlari yaxshi. Mana shu joydagi uyimizni bir chekkada ichki holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Darvozaxonadan kirib kelayishimizda bizda naveslik qilib bemalol avtomobil kirishga sharoitlari bor. Hovlimizga kirib kelayish yo'lagi sahnalar uchun ham qattagina joylar qoldirilgan. Ko'rinib turganda mana to'sinliklarni ham yaxshisini обрезной qilib listvalidan tashlangan ekan. Xo'p, akalar, chap qo'lda bizda 2 xona uyimiz hamda ichida sanuzli bilan parda gilam aboyli chiroyli holatda bemalol kirib yashab, kesma poyezdigacha yaxshi holatdagi pishig'ishlar bilan ko'tarib qo'yilgan imoratimizni bitkazib olsangiz faizli chiroyli xonadon bo'ladi, akalar. Ko'rib turganimizda o'rtada chiroyli qilib sahna ajratib qo'yilgan. Bu yerda gulxona uchun ajratilgan joylari, nimalari ko'rib turganimizda akalar 4 ta xona, bitta xonamiz osti podvalli, panellar bosilgan. Uyimiz juda ham go'zal holatda turibdi. Bu joylarda kommunalkalardan suv svetlari bor. Qo'ni qo'shnilar yashab turgan yo'lga o'ng joyda, shunaqangi yaxshi joyda joy qidirgan aka-ukalarimizni bemalol mana shu videoni tashlasani, bexijolatlik. Uyimiz to'liqligicha pishig'ishlarda, yaxshi qurilishda bo'lgan akalar. Bittadan like bosib, do'stlarimizga yuborib, shunaqangi yaxshi joydan nasib qilsin degan do'stlarimizga yuborib qo'yarsizlar, chunki bu joylarda kadastr hujjatlari bilan notariusda pullanishga tayyor holatda. Akalar, bosamiz shunaqangi arzon joy qidirgan akalarimiz, a'zolarni ham bosib qo'yasizlar.